6. günü saat 24-gacha avtonom rayonimizda jami 5 bemorga yangi tipdagi toj-simon viruslik o'pka yallig'iga giribtor bo'lgan deb aniq diagnoz qo'yilganligi doklad qilindi. Buning ichida 1-oyning 26 kuni yangidan ko'paygan bemorning kasallik ahvoli og'ir deb aniq diagnoz qo'yildi. Qazo qilganlar yo'q. Abdum rayonimizdagi har darajalik tarmoqlar partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini qilch tavranmay haqiqiy amaliyalashtirib, ommaning hayotiy bexatarligi va sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini navbatdagi eng muhim xizmat qatorida ching tutib, yuqumning oldini olish tizginlash to'sib zarba berish jangida qat'iy g'alaba qilishga atlandi. Şinjan yuqum ahvoliga taqobil turish uchun o'lka aro qatnaydigan avtobus, o'lka aro qatnaydigan sayohat avtobusining qatnashini vaqtli to'xtatdi. Har darajalik turli maktab yaslilarning atiyozlik o'qish boshlash vaqtini kechiktirdi. Çağanda asas qatlamga safar sahibimizning muxbirlari alayda transformator sanoati paychaklik shirkatining Şinjan transformator zavodiga bordi. Zavoddagilar dam olmay ishlab, davlatning nuqtaliq tur qurilishiga kuch qo'shmoqda. Bugungi xabarlarimiz 34 minut atrofida davomlashadi. Әмді xabarlarimizning tafsili mazmunlarini ko'ringlar. Abdum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetining eng yangi umumiy uqtirishga qaraganda 1-oyning 26 kuni soat 0 dan soat 24gacha Abdum rayonimizda yangi tipdagi toj-simon viruslik o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilgan bemordan birining ko'payganligi doklad qilingan. Bemor Lyo Ekis, 44 yosh, Urumchi shahridan 1-oyning 5-ida Ishkari rayoniga sayohatga berib, 1-oyning 22 kuni Şinjan qaytib kelgan. Maydasi chang qilib demisi qilg'ashqa 1-oyning 25 kuni doktorxonaga kirib ayirib davolangan. 1-oyning 26 kuni avtonom rayonlik kasallikning oldini olish va tizginlash markazining virusini yadro kislotalik tekshirish natijasi musbat chiqqan. Shu kuni avtonom rayonlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yuqumning oldini olish va uni tizginlash rahbarlik guruhining diagnoz qo'yish mutaxassislar guruhi tekshirib, bu bemorga yangi tipdagi toj-simon viruslik o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'ygan. Navbatda bu bemor shu joydagi belgilangan doktorxonada ayirib davolanyapti. Kasallik ahvoli turaqliq. 1-oyning 26 kuni soat 24gacha avtonom rayonimizda jami 5 bemorga yangi tipdagi toj-simon viruslik o'pka yallig'i giribtor bo'lgan deb aniq diagnoz qo'yilganligi doklad qilindi. Buning ichida 1-oyning 26 kuni yangidan ko'paygan bemorning kasallik ahvoli og'ir deb aniq diagnoz qo'yilgan. Qazo qilganlar yo'q. Aniq diagnoz qo'yilganlarning 4-i Urumchi shahrida, biri Ili oblastida. Növbətdə ular bilan yaqin uchrashgan 204 odam iz qo'g'lab tekshirilib, meditsinalik kuzatishni qabul qilyapti.